Assalomu alaykum. İnsan dunyoga kelgan ekan, dunyodan yashab o'tadi. Ba'zilar iz qoldiradi, ba'zilar izsiz ketadi. Dunyoda iz qoldirishning eng yaxshi usullaridan biri bilim taqtish. Bilim taqtish uchun tarixda ulamolar shogird tarbiyalaydi, kitob yozadi va ommaga qaratib nutqlarni so'zlaydi. Bugun bo'lsa bilim taqtishning yo'llari texnik qulayliqlashdi. Uzun musofalar qisqardi yoki yo'qoldi. Texnikaning yordami bilan insonlar o'rgangan narsalarini, bilgan narsalarini xohlagan vaqtda, xohlagan shaklda dunyoning har qaysi joylariga yetkaza oladigan holatga keldi. Va o'zining hayotidan yaxshi izlarni qoldirishning tepilg'usiz fursati maydonga keldi. Mana shu maqsadda men bu YouTube kanalini ochdim. Bu kanalda birinchidan hayotimdan iz qoldirmoqchi. Ikkinchidan bu hayotimdan iz qoldirish uchun o'rganganlarimni, bilganlarimni, o'ylaganlarimni, his qilganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu kanalda asosli qilib tuvandikilarni so'zlayman. Birinchi, xalqaro munosabat va siyosatga oid bilimlarni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Ikkinchi, o'qigan kitoblarimdan va maqolalarimdan Uyg'urlarga munosabatlik va bizga munosabatlik temalarni, mazmunlarni sizlar bilan o'rtoqlashishga tirishaman. Uchinchi qilib, men vatanda vaqtimda bolalarga iqlim masalalari to'g'riliq so'zlab berdim. Hozirmi Istanbulda bolalar nima jinlik bor deb so'raydi. Demak, nurg'un kishilar turmushning va xizmatning halakchiligida iqlim masalalarini ko'zitib bo'lmaydi. Men kichikimdan iqlim masalalariga qiziqman. Hozir bo'lsa iqlim masalalari meniki kasbimning bir taqozosi. Iqlim masalalarini kuzatish va uni isqo'lab tekshirish. Shunga Uyg'urlarga munosabatlik vatanimizda, Xitoyda va dunyoda yuz bergan masalalarni va uningdan sizlarga foydali deb qaralganlarini yetkazishga, muloyiza qilishga, tahlil qilishga va uni tahlil qilib sizlar bilan o'rtoqlashishga tirishaman. To'rtinchidan, men ilmiy muhokama yig'inlarida va har xil uchrashuvlarda o'zimdan bilimli kishilar bilan fikrlashib turman, munozaralashib turman, muloyiza qilishib turman. Shu jarayonlarda intayin muhim uchurlar, foydali uchurlar o'tirib chiqadi, ammo hammani yetkazishga imkon yer bermaydi. Yana yozish qolaysiz. Har vaqt yozishga vaqt chiqmaydi. Yani shuningdek so'rovlardan erishgan foydali uchurlarni ommabop tilda sizlarga yetkazishga tirishaman. Oxirida men yillardan buyon yozib kelayotgan va kishilarga yozmacha tushuntirib yetkazishda qiynalgan masalalarni bu kanal orqali leksiya shaklida so'zlayman va sizlar bilan o'rtoqlashaman. Bu kanalimga abone bo'lsanglar, bu kanalda birlikte fikrlashib, muloyiza qilishib, munozara qilishib o'tsak deyman. Allohga emanet, aman bo'linglar.